Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi o'quvchilari sport musobaqalarida doimo faol ishtirok etishadi. Ularning kelgusida huquqni muhofaza qilish organlarida xizmat qilishlarini inobatga olgan holda litsey miqyosida ham turli sport tadbirlari o'tkazib borilishi an'anaga aylangan. 25-oktyabr Ichki ishlar organlari xodimlari kuni munosabati bilan 8-15 oktyabr kunlari akademik litseyning 1, 2 va 3 bosqich o'quvchilari ishtirokida harbiy sport o'yinlarining Spartakiada turi bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Sport tadbiri murosasiz bahslarga boy bo'ldi va har bir kurash mutaxassislar tomonidan nazorat qilinib, baholab borildi. Harbiy sport o'yinlari Spartakiada musobaqasining 100 metrga yugurish, granata uloqtirish, shved estafetasi, mohir mergan, to'siqlar ora yugurish, to'sinda tortilish, arqon tortish turlari bo'yicha kechgan bahslarda har bir jamoa g'alaba uchun intildi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyi 1-kurs jamoasi 3-o'rin, 2-kurs o'quvchilari 2-o'rin va nihoyat faxrli 1-o'rinni 3-kurs o'quvchilari egalladilar. G'olib jamoalar munosib tarzda taqdirlandi.